Makkada qanaqa biznes qilsa bo'ladi deganligi mana bu narsani ko'rib turibsizlar. Zo'r chiqqan ekan, yoqdimi sizlarga? Mana bu yerda yana bundan tashqari mana kamerani olib keling-da. Mana bu qaranglar, mashalloh. Bular juda ham yaxshi ko'radi nimani? Eng zo'r va sifatli, qimmat narsalarni yaxshi ko'radi. Mana bitta joy ochib turib, mana shu narsani yo'lga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Kameraga turing-da. Hozir narxlarini tashtiraman. Mana bular chiroyliligini qarang, mashalloh. Mana bu 3 tali ekan, 2400 real dedi. Real 375 dan hisoblanadi. Mana bu yerda bundan tashqari mana bunaqa narsalar. Xullas, aytmoqchi bo'lgan narsam, joy ochib, bu narsalarni yo'lga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Hadib nima ish qilsa bo'ladi deganligi, hunari bor odam, mana shu narsalarni tushungan odam bitta ochib qo'yib, ajar tushunmasangiz ham pul tikib qo'ysangiz bo'ladi. Ustalarni olib kelib ishlatib, mana qaranglar, qayta usulda cho'tki qilib qo'ygan. Bu showroom o'zingizlar tushunib turibsizlar, biznes tushungan odam biladi. Bemalol tirikchilik qilsa bo'ladi. Assalom.